Yopamiz, bo'ldi. Bolalarga narsani olib kelsin, ketaveramiz. Alo, Davlat. Ha, aka. Nima ish qilyapsan? O'tiribman uydaman. Sigiring to'pdi deyishdim. Ha, shunaqa. Bir yurmaysanmi baliq bilan deyapti choyxonada? Yurmaysanmi? Ezbor deysiz, pul yo'q hozir. Bo'pti, o'zingni to'ysan, voy, bo'pti. Zafar, uy remont qilsanmi? Ha, mana desa to'yga harakat-da. Aka, mana bu ish pul. Ha, to'yga harakat. Do'konga qo'yib ol. Baliqni yurmaysanmi, navodi senga? Aka, mana bu ish pul. Pul yo'q. Shundoq. Yopildi. Pul bo'lsa gap yo'qda, yeringiz. Bas, Zafar, tushuntirib olmayman. Baliqni yurmaysanmi? Baliq? Bu deyman. Yuriyman. Tug'ilgan kuning qachonsan? Yuriyman, aka, qo'yini tug'ilgan ekan, yuriyman. Yuriysanmi? Ha, yuriyman. Qasagansan, Zafar. Men xarflab chetyapman, senga bir nima bergansan. Kerak emas puling ham sani. O'zing to'lasang bo'ldi, o'tarsan choyxonaga. Men tog'amdan boraman, bo'pti. Shakil qilmaganmi? Shu yerdaman, aka. Mashinaga chiqib Nechta bu? Tamam, onam tanimagan kim? Bu bilmayman, Ulug'bek akam bilan keldi. Ulug'bek aka do'stimni tanishtirmadingiz? Bular do'konlarga kiruvdim. Do'konda men chaqirgani kiribdi. Bu qazardan o'tganimiz, do'stimiz, lekin yaxshi bola. Shu yur dedim, baliq yeb kelamiz deb olib keldim. Mana nima qilib yuribsan? Boya do'konda Bo'ldi, mana qo'yib qo'yingchi. Eriyotganingni bildirib qo'ymagin. Do'stimizda bu. Oh my god. Alo. Ha, uydami? Ha, bo'ldi. Ha, hozir shunday uyga o'tib kelaman. Yur. Telefon o'tib kelamiz. hozir kelishadi. Ishxonadan qilishyapti. Hozir kelaman. Keladi. Oka, alla hammasi ketib qolishdi menimcha. Men sekin borib shu topga hisob-kitob qilamiz sirasi. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Aka, короче, bitta gapda. Ancha oyinlaringiz hammasi ketib yordi, aka. Men ham ketdim, aka. Mana bu 25 millik skotchingiz. O'zingizga, aka. Bo'pti, aka, men ketdim. Aka, choyxonani yopamiz. Sheriklaringiz kelmadi. Mana cheka 480 ming bo'ldi.